Ah. Nima? Qayerdaman men? Voy. Adminiyam. Hammaga salom, vallahi bugun sizlar bilan men yangi skindaman. Ana ko'k skinda emasman. Bu yangi skinim. Xullas, adminchilikli birovga berib ketaman dedi. Ukam bo'ldi admin. Mendan qarshi so'raydi, shuning uchun meni qamoq qo'ygan menimcha, o'ylashimcha. Bilmadim yana. Nima qildim? Kerak bor ekan. Like bloguna bosib qo'yinglar, vallahi zalkamas. Qo'yaveringlar. Qaranglar. Like bosmagan odamni kot inma. Endi bular attamman ustimdan qildi. Qani bedaya? Hammalaringni ko'rganman, yo'q bo'lardi. Qani mana bu yerda? Men qo'yinglar. Hozir qaranglar-da. Parkur oson narsa, obuna bosmagan yeydi. Takrid deb o'ylashdi. Mana bitta yo'l chaqirdi. Men uchun parkur easy ekan, easy narsalar bo'ladi. O'tdimmi? Ukam. Endi seni men kuningni ta'zirini chiqaraman, qarang bo'lar. Vallahi mana bu yerga qamoq qo'yaman, jinni. Like blogini bosib qo'yinglar. Hozir ukamni qattiq qo'llashini o'zim aytib o'taman sizlarga. Hozir to'xtanglar, 1 sekundga tayyorlab qo'ying. Vallahi video chiqishini ko'ringlar, mana shu yerdan ukam qo'yinglar. Bitta bo'lsa, hech nima yo'q. Kanalimda 10 ta like, videoni yana vallahi ana chiqadi. Yeah baby. Vay, video chiqadi. Ciao kaka.